ko'plab bu narsani anglab olmayaptiki, biz 0 bilan 1 orasida yashayapmiz hozir. Korporatsiyalarning sun'iy intellektning poligoniga aylanganmiz. Hozir dunyo shunaqa bir tendensiyaga qarab ketyaptiki, raqamli huquqlar kodeksi qabul qilinishi kerakdir balki-da. Pennini, Nagoyaga o'xshagan Angliyadagi o'sha 4 ta nufuzli universitetlarni bitirib kelgan bolalar bizda ishlayapti. O'sha tizimni ko'rgan. O'zbek olimlari yozgan kitoblarni o'sha top universitetlar o'qityapti. Shunday. Zo'r. Yuristni boqadigan narsasi bu til. Til bilan ruchka. Mana shu kiber huquqi adashmasam ochilganiga endi 2 yil bo'ladi. Mana shu davr mobaynida qisqa bo'lsa ham bugun nima ishlar qildi va jamiyatga nima beryapti? Men aytamanki, ertaga 100 ga to'lganingizda o'lgandan keyin 100 yoshga to'larsiz, mana shu yuridik universitetda sizni nomingizni chiqarib, nima deb sizni ko'tarib olib chiqib, sizni nishonlash kerak 100 yoshingizni. Qanaqa qilib davlatni boshqara olasan, agar o'zing boshqara olmasang? Darsda o'qituvchi talabani emas, talaba o'qituvchini savol-javob qiladi. To'g'ri. Barakalla. Assalomu alaykum. Efirda huquqshunos kundaligi ko'rsatuvi. Bugun biz huquqshunoslikning zamonaviy tarmoqlaridan biri bo'lgan kiber huquqi haqida gaplashmoqchimiz. Shu niyatda ayni sohaning professionallaridan biri bo'lgan Toshkent davlat yuridik universiteti kiber huquqi kafedrasi mudiri, yuridik fanlari doktori professor Said Gulyamovni ko'rsatuvimizga taklif qilganmiz. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avvalo taklifimizni qabul qilib, ko'rsatuvimizda ishtirok etayotganingizdan xursandmiz. Rahmat. Ustoz, mana biz yuqorida huquqshunoslikning zamonaviy bir tarmog'i dedik kiber huquqini. Keling bir o'sha kiber huquqi haqida bir qisqacha uni mazmun mohiyati haqida bir tushuntirish bersangiz-da. Avvalambor assalomu alaykum. Endi bugun mana shu o'zinglarni передачаga chaqirganingizdan g'oyat xursandman. Endi kiber huquq tarmog'i to'g'risida gaplashadigan, huquq tarmog'i sifatida gaplashadigan bo'lsa, o'zi bugungi kunda kiber huquq oldinga agar biz teoriya go'sprava, konstitutsion huquq deb o'rgangan bo'lsa, o'zi administrativ huquq deb bugungi kunda yangi bir soha kirib kelyapti. Bu kiber huquq sohasi kirib kelyapti. Bu kiber huquq sohasi bugungi kunda odamlar to'g'ri tushunishi kerak, ko'plab bu narsani anglab olmayaptiki, biz 0 bilan 1 orasida yashayapmiz hozir. 0 bilan 1 degani hamma joyda zapis ketyapti, hamma joyda qatga kirmasa o'zi albatta registratsiya bo'lib o'tadi. Internetga kiramizmi, telefonimizni yoqamizmi, yo bir joyga borganimizda GPS orqasidan belgilab qatgadir ketayotganimizni ko'rsatib beradi. To есть bizda hozir sifroviy sled o'zi bor. Hamma banklar o'zi onlayn, o'qishlar o'zi onlayn, ishlar o'zi onlayn, dokument topshirishlar onlayn. Даже mana hozir davlat tomonidan ham e-government degan narsasi, e-servis degan narsalar paydo bo'lgan. O'sha odamlar ham o'sha davlat organlariga bormasdan onlayn hamma masalalarni hal qilyapti. Prezidentimizga rahmat. Davlat xizmatlarini ochib qo'yganlar. O'sha bugungi kunda davlat xizmatlari o'sha paytda 15 tadan boshlab turib, bugungi kunda уже 200 ga yaqin xizmatlarni ko'rsatyapti. Bu degani odamlar 200 xil, har xil bugungi kunda kelib chiqadigan muammolarni onlayn bo'yicha hal qilyapti. Lekin bitta narsasi borki, onlayn загрузка qilayotganda olib borib berayotgan dokumentlari bor. Загрузка qilayotgan dokumentlari bor. Bularni tekshirish, bularni saqlash, bularni oshkora qilmaslik, uchinchi tomonlarga o'tib ketib qolmaslik, bularni kiber xavfsizligi masalasi ko'rib chiqishlari bugungi kunda bu juda katta muammo bo'lib qoldi. Bugungi kunda kiber huquq deganimizda bu davlatni boshqarishdan boshlab turib, shaxsni, biznes, jamiyat, shaxs deylik, hammasini bog'lovchi huquq bo'lib qoldi. Oldingi aytaylik qog'ozda yozilgan huquqlar o'zi ham bor, ishlayapti. Buni traditsion huquq deylik, an'anaviy huquq deganimizda. An'anaviy huquq bo'lgan taqdirda ham bu an'anaviy huquqlarchi
50% ga уже yo'q bo'lib ketdi. Nimagaki, bugungi kunda mana aytaylik shartnomaviy huquq derdi. Oldin shartnomaviy huquq deganda ikkita odam yoki uchta odam o'rtasida, bir nechta odam o'rtasida o'sha qo'l qo'yilib, o'qib chiqib, shu narsaga rozi bo'lib, keyin o'sha shartnoma kuchda deb topilardi. Bugungi kunda shartnomalarni даже bilmaysiz ham kontragentingiz kimligini. Smart kontraktlar degan narsalar chiqib ketgan, DOI degan narsalar chiqib ketgan, blockchain degan narsalar chiqib ketganda, bular уже sizsiz o'sha shartnoma avtomatik ravishda sizni huquqlaringizni inobatga olgan holda yoki o'sha o'zini korporatsiyasini huquqlarini inobatga olgan holda sizdan shartnomalar tuzadi. O'sha shartnomaga nisbatan o'sha kompaniyaning o'zi yoki sun'iy intellektdan rioya etadi. Bu degani, bu sizni o'zingizni qonunchiligingizda qancha narsa yozilgan bo'lmasin, lekin o'sha korporatsiyalarning o'zining huquqi bor. Algoritmическое право degan narsa paydo bo'lgan. Вычислительное право degan narsa paydo bo'lgan. Yuridическая informatika degan narsalar paydo bo'lganda, bu o'sha bugungi kundagi odamlarning hayotini tartibga soluvchi global qonunchiliklar paydo bo'lgan. Mana sizga misol qilib keltirsa bo'ladiki, agar ertaga sizni qo'lingizda telefoningizga o'sha Google ma yoki o'sha Telegram ma qaysi bilan ishlab turgan yoki mana bolalarga o'yin o'ynaydi kechgacha 24 soat ichida o'tiradi, o'yinlarining ichida. O'shadan bitta ukazaniya keladi. Aytaylik bir message keladi. Mana qilasan deydi, yoki mana qilasan deydi, yoki o'chirib qo'yaman akkauntingni deydi. Aytib qo'yisizga odamlar xotini bilan ajrashib ketadi kerak bo'ladigan bo'lsa, lekin o'sha Google dan berilgan majburiyatni bajaradi. Nimagaki, o'chirib qo'yadigan bo'lsa, uni hayotini o'chirib qo'ydi. Butun hayoti o'sha telefon bilan bog'liq. Pochtalarimi deydimi, bankskiy shotlari deydimi, o'sha перепискалari deydimi, odamlar bilan ichidagi saqlagan, hech kimga yeta olmagan mazmun mohiyatdagi bir aktivistlar bo'lishi mumkin-da, odamlarda shaxsiy aktivistlar bo'ladi-da. To'g'ri. Hammasi yopiladi. Bu qanaqa qilib Google aytganini qilmasan. Qanaqa qilib Microsoft aytganini qilmasan, qanaqa qilib Telegram aytganini qilmasan. Mana shu narsalarni rivojlangan davlatlar 20 yil oldin shuni tushunib, o'sha tartibga solib bo'ldi. Lekin O'zbekiston Respublikasi halizgacha biz bir sun'iy intellekt bo'yicha bir tuzukroq qonun qabul qilganimiz yo'q. Kiber xavfsizlik bo'yicha qonun qabul qildik, lekin u to'liq o'sha kiber xavfsizlikni hamma aspektlarini hamma ochib bera olmaydi. U uchun yengildan qonunchilik tayyorlash o'zi kerak. Men o'ylashimcha, mana konstitutsiyamiz ham o'zgardi, yaxshi tomonga upgrade bo'ldi. Hamma konstitutsiyalar bo'ladi. Germaniyaniki ham, Yevropaning hamma konstitutsiyalari ham o'zgarib turadi. 65% ga yangilandi. Shunaqa. Yaponiyaniki ham o'zgaradi. Bular yengilliklar nimadan kelib chiqadiki, hayotimizni bir joyda turgani yo'q. Hayot 91-yil bilan hozir 2025-yilni hozir taqqoslasa o'zi har xil hayotda. Tizimiz har xil, insonlarning bir-biriga mehr-oqibati har xil, huquqiy munosabatlar o'zgarib ketdi. To'g'ri tushunishimiz kerak. O'sha uchun bu narsada hammasida kiber huquq o'zini o'rnini topyapti. Men o'ylashimcha, bu yaqin orada agar ham bo'ladigan bo'lsa, o'zgarishlar konstitutsiyaga o'sha ikkita narsa bo'yicha katta bo'lim kirg'izish kerak bo'ladi. Bu bittasi kiber xavfsizlik masalasi bo'yicha va sun'iy intellekt tartibga solish. Ikkinchi bo'lim ekologiya tarbiyasi. Bu o'qitishda bolani mana shu ikkalasi bo'yicha kiber xavfsizlik bilan ekologiya masalasi bo'yicha bolani tug'ilib o'lgungacha programmasi bo'lishi kerak. Mana Yevropa shu narsaga o'tdi. O'sha uchun bularning odamlari o'sha telefonini bezopasnosti boshqasi davlat o'zi ham bu narsaga yordam beradi. Himoyalaydi huquqlarni. Odamlarning o'zidan o'zini o'zi himoyalash metodlarini bular rivojlantirib, odamlarning o'ziga shu narsani tushuntirib kelyapti. Tug'ilishi bilan o'lgungacha har kuni obnovleniya bo'ladi. O'sha uchun men o'ylashimcha, hozirgi kunda bizani o'qitayotgan kiber huquq darsligimiz ham birinchi kurs studentlarga bu juda ham dolzarb masala. Men o'ylaymanki, bu faqat boshlanishi. 3-4 yildan keyin ko'rasizlar, bu kiber huquq faqat dars emas, balki kafedra emas, balki fakultet, balki universitet ham bo'lib ketadi. Nimagaki, bugungi kunda bizani
qog'ozdagi mana shu bizani qonunchilik o'zi to'liq o'zgarish kerak bo'ladi. Biza o'sha raqamlashtirish zamoniga qonunchiligimizni moslashtirishimiz kerak. Nimaga juda ham biz kech qolib ketyapmiz, juda ham orqada ketyapmiz Yevropa davlatlaridan. Men bitta narsani aytishim mumkin. Mana sun'iy intellektni tartibga solmaganimiz uchun biz bugungi kunda butun mana shu katta Microsoft deysizmi, Google deysizmi, boshqa o'sha korporatsiyalarni sun'iy intellektning poligoniga aylanganmiz. Xohlagan narsasini tashiydi, xohlagan narsasida tekshiradi, xohlagan informatsiya o'tadi. Bittasini kontrol. Yevropada agar sizni ma'lumotlarni bizada aytaylik, sizni narsa qidirsangiz, poyishda Google'da. Agar sotsial setingizni ochsangiz, 5 minutdan keyin o'sha Facebook'danmi, Instagram'dan, TikTok'dan boshqa qayerda kirmagan bo'lsangiz, o'sha yerdan 5 minutdan keyin imенно o'sha qidirgan materialingizni reklamasi keladi. Bu degani sizni shaxsiy hayotingizga, sizni shaxsiy telefoningizga kirib, sizni qidirayotgan narsalaringizni o'rganib, o'sha narsani sizga ko'rsatib, bu degani sizni telefoningizni himoyasi yo'q degani. Sizni shaxsiy hayotingizni himoyasi yo'q degani. Bu sizni manfaatlaringizni o'sha kompyuter sun'iy intellekt kirib olib, o'rganib ishlatyapti. Bu degani sun'iy intellekt mayli, u kompyuter, lekin sun'iy intellekt egalari bor. O'sha sizni to'g'risidagi ma'lumotni kimdir yaxshi emas maqsadlarda ishlatish mumkin. O'sha aytaylik bankovskiy kartalaringiz bo'lishi mumkin, ma'lumotlari, shaxsiy ma'lumotlaringiz bo'lishi mumkin, kirgan sayt ma'lumotlaringiz bo'lishi mumkin. Buni endi o'zi biladi, telefon biladi. Ertaga bu narsa orqali ertaga o'shani ma'lumotlarni himoya qilmaganimiz uchun o'sha sun'iy intellekt katta korporatsiyalar O'zbekiston Respublikasida sun'iy intellektni ishda poligon qilib bizani tekshirayotganligi bu juda katta zarar yetkazadi shaxslarning hayotiga, shaxslarning yurish-turishiga va вообще o'zi jamiyatimizni rivojlantirishiga. Ustoz, mana shu kiber makonda men ro'y berayotgan yangiliklarni kuzatib boraman. Adashmasam shu joriy yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining sun'iy intellekt bo'yicha maxsus rezolyutsiyasi qabul qilindi. Hali siz aytdingiz Yevropa mamlakatlarida, haqiqatan Yevropa ittifoqi endi bu birlashgan mamlakatlar, Yevropada bir qancha mamlakatlar, u yerda sun'iy intellekt to'g'risidagi qonun rasman kuchga kirgan. Bugun dunyo mana siz yuqorida aytdingiz, raqamlashyapti, ya'ni raqamli hayot tushunchasi endi bu hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Undagi mana shunaqa elektron munosabatlarni tartibga solish sizni so'zlaringizdan mohiyatan shunaqa keldiki, uni tartibga soladigan bu, ya'ni regulyatori bu kiber huquq. Va siz aytyapsiz, mana balki fakultet, balki universitet, haqiqatan bu zamonaviy tendensiyalar balki shunga ko'rsatib boryapti. Men bir universitetimiz rektori Islombek Rustambekovichdan iqtibos keltirmoqchiman-da. Ular bizni uyg'onish ko'rsatuvimizda hali mehmon bo'lganda bitta fikr aytdilar. Ana bu narsalar hozir mana siz qonunchilikka yetib o'tdingiz. Hamma narsa elektronlashyapti. Hozir dunyo shunaqa bir tendensiyaga qarab ketyaptiki, raqamli huquqlar kodeksi qabul qilinishi kerakdir balki deb. Ustoz, navbatdagi savol bilan yuzlanmoqchiman. Mana siz kiber huquqini aytaylik ham targ'ib qilayotgan, ham bu sohada bir ilmiy faoliyatni yo'lga qo'ygan professor olimsiz. O'zi kiber huquqni manbalari sifatida biz qaysilarini ko'rsatamiz va bugungi kunda qanday ilmiy adabiyotlar yaratildi? Endi manba sifatida o'zimizning an'anaviy manbalar bor, bu qonunchilik, kitoblar o'zi boshqa. Lekin hozir bugungi kunda yangi noan'anaviy manbalar paydo bo'lgan. Bu etika masalasi. Kodeks etikalar qabul qilinyapti, o'sha etik kodekslari sun'iy intellekt bo'yicha deysizmi, kiber xavfsizlik bo'yicha, blokcheyn bo'yicha yoki boshqa bir yangi kelib chiqayotgan o'sha texnologiyalarni tartibga solish uchun davlatlarning qonunchilik ulgurmayapti-da. Qanchalik bilan zo'r bo'lmaganda qonunchilik bilan juda bir og'ir, murakkab bir jarayon hisoblanadi. O'sha 150 ta deputat bir-biridan kelishib olib, keyin qabul qilish kerak. Lekin raqamli hayot bu narsani poylab tura olmaydi. O'sha uchun global internet jarayonida
mana shu bular etik kodekslarni ishlab chiqyapti, ichki qonun qoidalarini ishlab chiqyapti, platformalarni o'zini qonun qoidalarini ishlab chiqib, o'shanga platformalar va sun'iy intellektlar rioya qilyapti. Bu bittasi aytaylik etika qoidalari. Ikkinchisi bu algoritmический право deydi. Bugungi kunda o'sha qabul qilinayotgan qonunlar, ularning ijrosi, boshqasini hozir butun qayerda ishlatilgan bo'lsa, nima qilingan bo'lsa, bu ma'lumot yig'ilib bir joyda analiz qilinyapti. Endi bizada bilmadim-ku, bizada yo'q ham bu narsa hali uzoqdan yetib borishdik, lekin Amerika, Yevropa davlatlarida qabul qilingan qonunlarning ijrosi qanaqa bo'lyapti? Yaxshi ishlatilyaptimi, to'g'ri ishlatilyaptimi, muammo keltirmayaptimi deb hatto o'sha so'z bilan qonunni o'tadigan bo'lsa, to'g'ri o'sha qonun chiqargan organga yetib kelyapti deb monitoring tahlili bir oy ichida yig'ilyapti, sun'iy intellekt tahlab o'sha muammolarni aytaylik, shtraf katta bo'lgan bo'lsa, kamaytirishyapti. Uni yillab, poylab, ana oldindagi 3 yillab poylab uni analiz qilishga vaqti yo'q bularni. Nimaiki odamlarning hayot tezlashib ketyapti, javoblari ko'payyapti. Bular o'sha открытость deydi, transparency deydi, oshkoralik deyapti. Hamma narsani digital bo'lgandan keyin vaqtida va tez yetkazishga harakat qilyapti. O'sha uchun qonunlarni ham bularni o'sha o'zgarishlari va qabul qilishlari o'zgarib ketyapti. Mana yaqinda aprel oyida 13-aprelda Yevropa ittifoqi yangi qonun qabul qildi. Bu sun'iy intellekt bo'yicha. Bu sun'iy intellekt bo'yicha qabul qilingan qonun birinchi emas. Nimaiki bular 98da qabul qilgan, bittasini 2003da tam bitta qabul qilgan, keyin 2010da xalq o'sha deklaratsiyasini qabul qilishgan. Bu oxirgisi 10 yildan beri bu narsani tayyorlab kelib olib kelib yangi qonuni bu sun'iy intellektdan to'g'ri o'zini tartibga emas, bu risk, katta riskli sun'iy intellektni tartibga solish uchun qaratilgan bir qonun qabul qilishdi. Yevropa qonunchiligida bitta yaxshi tomoni borki, bularni asosiy mazmun mohiyati qabul qiladigan qonunlari inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Mana aytaylik, Amerikaning qonunchiligida mana sun'iy intellekt tartibga solishga yoki big datalarni himoya qilishda ozgincha liberal xarakterga ega bo'ladiki, nimaga aytadiki, agar biz juda ham bularni siqib tartibga soladigan bo'lsa, o'zi juda ham ko'p bulardan o'sha himoyalash masalalarini so'raydigan bo'lsa, innovatsiyalar rivojlanmaydi deydi. Siqib qo'yadi, innovatsiyalar ertaga rivojlanmasdan yangi texnologiyalar rivojlanmay qolib ketadi deb, o'sha uchun Yevropani bilan Amerikani bugungi kunda sun'iy intellektni tartibga solishda yoki personal data deydi, big data, personal data, shaxsiy ma'lumotlar, katta hajmdagi ma'lumotlarni himoya qilish, uni saqlash va bu narsani tarqatish qonunchiligi har xil. O'zbekiston Respublikasida bu narsa endi umumiy qilib o'tib ketilgan. Bugungi kunda juda ham ko'p mana bizning kafedradan chiqyapti zashtaga bolalar kandidatskilar, doktorskilar zashta bo'lyapti. Yaqinda mana 2 yil, 3 yil ichida sun'iy intellekt bo'yicha 2 ta doktorskiy zashta bo'ldi. Hozir mana shu ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha har xil tomonlarini ko'rib chiqishyapti. O'sha 6 tami 7 ta dissertatsiya zashta bo'ldi. Mana 17-da Omonaki Akilov ustozimiz borlar, shularning shogirdlari doktorlik dissertatsiyasini DCC deydi. Shuni ma'lumotlarni himoya qilishni fuqarolik huquqiy tartibi degan doktorskiy zashta bo'lyapti. Bu degani O'zbekiston Respublikasida ham biz qarab o'tirganimizda yo'q. O'zbekiston Respublikasida ham qat'iy ilmiy faoliyat ketyapti. Davlatimiz tomonidan ham hozir qat'iy tayyorgarchilik ketyapti. Yangi qonunlarni, yangi bir prezidentimiz farmonlarini, kabinetning farmonlarini tayyorlashga harakat ketyapti. Agar ochuv qonunni chetga olib turib, o'zimizda adliya tizimida bo'layotgan ko'rsa, bosh vazirimizning boshchiligida, bizning rektorimizning boshchiligida butun tizim raqamlashib ketyapti-da. Hamma berilayotgan topshiriqlar, berilayotgan darslar,
yozilayotgan dissertatsiyalar, даже jarayonlar, защита qilish защиталari, dissertatsiyalarni, darsga borish jarayonlar hammasi raqamlashib ketdi. Elektron. Adliyani o'ziga kirsangiz ham hamma narsa elektron. Arizani topshirishdan boshlab elektron boshlangan. Arizani qaytib olgunizcha uni ichidagi boshqa dokument оборотlardan o'tadigan, bugungi kunda o'sha tartiblar hammasi raqamli. O'sha uchun bu adliyani o'zida ichki nizomlar qabul qilinyapti. Yuridik universitet o'zini ichki mana shu raqamlashtirishga qaratilgan nizomlar qabul qilinyapti. Jarayon raqamlashib ketyapti. Biz qonunni qachon qabul qilar ekan deb o'ylab o'tirganimiz-yu, oldindan mana shu Toshqulov Akbar akamlarning inisiativalari bilan bugungi kunda juda katta o'zgarishlar ketyapti. Mana shu tizim o'zgaryapti bizda. Adliya tizimini to'liq raqamlashtirishga o'tkazayaptilar. Bu juda ham katta bir nima deydi, yutuqimizdan hisoblasa o'zi bo'ladi. Bu narsaga yuridik universiteti ko'maklashib, yonlarida turib, aytgan o'sha porучениyalarni tayyorlab, kerakli o'sha nizomlarni boshqasini tayyorlashga, o'qitishga, qayta o'qitishga yordam beryapmiz. So'zlaringizdan tushundimki, yangilik avval ilmda demoqchisizda. Avval ilmda bo'ladi. Ustoz, keling, mana o'zingiz mudirlik qilayotgan kafedra haqida gaplashaylik. Mana shu kiber huquqi, adashmasam ochilganiga endi 2 yil bo'ladi. Mana shu davr mobaynida qisqa bo'lsa ham bugun nima ishlar qildi va jamiyatga nima beryapti? Yaxshi savol. Endi kafedramizning ochilishiga ham endi bu 1,5 yilda ishlayotganimizdan tashqari biz 2 yil, 3 yil bu narsani ochilishiga qattiq harakat qilganmiz. O'z-o'zidan bo'lmagan. Yo'q, o'z-o'zidan bo'lmagan. 2 yil, 3 yil harakat qilib, shu narsani darsliklarini tayyorladi, silabuslarini tayyorladi. Juda katta jarayonni ishini olib borib, bugungi kunda mana bizning kafedrada 30 dan ortiq unikal predmetlar bor. 30 dan oshiq. Endi asosiysi bugungi kunda birinchi kursga berilgan darsimiz bu kiber huquq, endi o'zimizning kafedraning darsi bo'lgani uchun, ikkinchisi mana bolalarni birinchi kursdan boshlab turib, ilmiy tadqiqot olib borish jarayoni va legal tech degan darslik qildik va shundan so'ng darsini beryapmiz. Studentlarimizni o'sha birinchi kursdan boshlab turib, ilmiga, kritik tanqidiy fikrlashga va akademik yozuvga yo'llaymiz bilan. Endi bizning kafedrada kiber huquq bilan legal techdan tashqari bizda juda ham ko'p unikal darsliklar bor. Aytaylik, bizda e-government bo'yicha, e-governance degani bor. Elektron hukumat, elektron boshqaruv, ya'ni. Bali. Endi bizning hamma darsliklarimiz bizda berayotgan birinchi ingliz tilida yoziladi. Keyin ingliz tilidan rus tili va o'zbek tili va rus tiliga tarjima qilamiz. Har bitta darslikni demak 3 ta tilda versiyasi bor. Xuddi shunaqa. Bizning kafedra bugungi kunda qattiq xalqaro faoliyatini olib boryapti. Mana 1-oktyabrdan boshlab turib bizda cyber crime law и digital forensic degan Indiyaning nufuzli forensik universiteti bilan double degree programmamiz ochildi. Mana hozir o'sha 12 ta odam qabul qildi. Dars boshlandi. Bundan tashqari 1-sentyabr, keyingi yil 1-sentyabrda bizda Roma 3 universiteti, bu top 500 universitetlarni kiradigan, dunyoning nufuzli universitetlaridan kiradigan universitet. Bugungi kunda o'sha universitet, Roma 3 universiteti oxirgi 5 yil ichida Italiyaning самая лучшая правая школа deb topilgan. Eng yaxshi huquq maktabi. Eng yaxshi huquq maktabi 5 yildan beri o'tgan ekan. 4 yildan beri Italiyaning parlamentini rasmiy maslahatchisi hisoblanadigan universitet bilan biz double degree magistraturasini ochyapmiz. Bulardan tashqari hozir gaplashyaptiki, o'sha magistraturasi o'zi kelishilgan edi. Endi bular o'zi taklif bilan chiqyaptiki, shu bakalavrni ham o'tish masalasini bizani ochayotgan yangi ochiladigan yo'nalishimiz bu huquq, texnologiya va raqamli iqtisodiyot. Bo'yicha hozir tayyorlayapmiz, uchebniy programmalarini tayyorlayapmiz, o'quv dasturlarini tayyorlayapmiz. Endi o'ylashimcha birinchi
sentyabrgacha biz o'sha kerakli metodologik narsa metodologik resurslarini tayyorlab studentlarga o'sha 1-sentyabrdan tayyor bo'lamiz. Hozircha magistratura bizda tayyor, endi bakalavrini bular qo'shgandan keyin bakalavr bo'yicha ham qattiq harakat qilib ishlaymiz. Ta'mindan tashqari 1-sentyabr, keyingi yil 1-sentyabrdan Gdansk universitetidan Polsha. Bular ham top 1000 ga kiradi, 780-o'rinda turadi. Shular bilan ham ikkita double degree ochamiz. Magistraturada birinchisi bu e-government, bu davlat xizmatchilarini tayyorlash masalasi bo'yicha. Ikkinchisi e-governance. Bu katta krupniy mana Amazon, Google va shunga o'xshagan Nvidia degan kompaniyalarga yuristlarni, kiber yuristlarni tayyorlash. Bu yerda siz bizani bugungi kunda an'anaviy qonunchilik ularga kerak emas-da. Bularga asosiy bularni o'sha korporatsiyalarda o'rgatadigan narsalari, ishlaydigan har kungi ishlaydigan narsalari bu o'sha smart kontraktlar bilan ishlash, intellektual mulkni himoya qilish, customer service deydi, mijozlarning xizmatini ko'rsatish masalasi. Keyin kiber xavfsizlik masalalari bo'yicha juda ko'p hozir bularni oldida turgan masalalari bor. Bularni bu konstitutsiya yoki o'sha bilan fuqarolik kodekslarini yoki bilan protsessual kodekslarni o'qitishga bularni qayta o'qitishga bularni vaqti yo'q. O'sha uchun bular xohishi ham yo'q. Xohishi ham yo'q. O'sha uchun hozir Amazonlar hozir o'sha MITni bitirib chiqayotgan yuristlariga $1 million yiliga to'lashga tayyor bo'lib, o'shalarni mutaxassislarini bitirishini poylayapti olish uchun ishga. $1 million zo'r. Shu men jiyanim mana hozir MITsini kiber xavfsizlik fakultetini bitirdi. Hozir New Yorkda $1,5 million yiliga kontraktini olib ishlayapti. Demak, qilsa bo'lar ekan. Qilsa bo'ladi. Berayotgan darslari to'g'ri kelishi kerak. O'sha Google bilan Amazonlarga kerakli imana darsi biz emas xohlagan siz dars bera oladigan dars. Deyanta domlani yozib qo'ygan, qilib qo'ygan narsasini olib chiqib berish. Imana ularga nima kerakligini bilib turib, o'sha narsani agar biz o'qitib bersa o'zi, ertaga bizning studentlarga ish bo'ladi har doim va katta oylik ish bo'ladi. Biza buni eski-tuski narsa bilan o'qitib ish qilib, bu yerdan diplom olib chiqib ketyapti. U diplomni to'g'ri o'rgangan, konstitutsiyani o'rgangan, fuqarolik huquqini o'rgangan, boshqasini o'rgangan, lekin unga yetti bu narsa kerak emas. U nima qiladi endi? Google sizni konstitutsiyangizni nima qiladi? Google sizni fuqarolik huquqingizni nima qiladi? Uni bundan juda ko'p o'ziga yarasha global darajada global darajada bular o'ziga o'sha ichki qonunchiliklari bor, ichki tizimlari bor, texnический pravo degan narsa bor hozirda. O'sha bir-biri bilan blockchainlar yoki o'sha smart kontraktlar bir-birini ishlashlarini tushunish kerak. O'sha uchun hozir yangi mutaxassislik chiqqan bu kiber ekonomist, kiber iqtisodchi, kiber yurist, kiber bunaqa deb hozir yangi spetsialistlar chiqib ketyapti. U narsaga tayyorgarchilik masalasi bizda juda ham hozircha so'z, lekin biz boshladik bu narsani. Polshada ham mana bugungi kunda bizani qilayotgan ishlarimizdan ko'ra xursand bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab, Polshada 4 ta kitob o'zi chiqyapti. Mana shu Gdansk universitetini ruxsati bilan bu top mingta universitet o'zidan o'zi ruxsat bermaydi, o'zini chiqarishiga. Bular bilan o'sha 4 ta kitob o'zi chiqyapti. Birinchisi bu cyber insurance degani, bu kiber страхование, birinchi kitob o'zi. Ikkinchi chiqarayotgan kitob fintech and law. Bu kunda finansiy texnologiya pravo, moliyaviy texnologiyalar va huquq yo'nalishi bo'yicha yana kitobi chiqdi. Mana hozir noyabrda, boshida noyabrda boraman, prezentatsiyasi bo'ladi. Bundan oldin mana yaqinda sentyabr oxirida, oktyabr boshida Italiyani o'sha Roma 3 etib o'tgan universitetimizda intellektual mulkni raqamli davrida, intellektual mulk raqamlashtirish davrida degan bizani monografiya
va ham monografiya, ham u textbook deydi o'sha, ham monografiya, ham darslik ikkita bittada bo'lib, ham buni bizlarni o'zimizni kafedrada buni darsi bor, predmet bor shunaqa. Magistraturada mana shu yo'nalish bo'yicha dars beramiz va bu bo'yicha mana Italiya tan oldi bizlarni dars beradigan kitob o'zamiz. Siz tomoshabinlar tushunarli bo'lishi uchun bitta savol bermoqchiman-da. Mana shu kitoblar siz aytib o'tgan oliygohlarda faqat ingliz tilida chop etiladimi, ham o'zbek tilidami yoki o'zbek tilidagisi universitetda o'zida yuridik universitetda chop etiladimi? Endi siyosati bor, universitetlarning siyosati bor. Hozir shu masalasi bo'yicha kontrakt tuzamiz. Romatri bilan ham, Gdansk bilan ham. Chiqargandan tashqari eng yaxshi tomoni biz bir so'm to'laganmiz yo'q chiqarishiga bu kitoblarni. Hammasi fellowship orqali chiqdi. Ham undan tashqari bizani borib kelishimizni ham bular to'lab berdi. Zo'r. Yaxshi tomonlari shundanki, nimaiki bular bizani o'sha yozgan kitoblarimizda juda ham bir qiziqgan. Bularda nimaiki o'zida yo'q kitoblar. Hali o'zing Yevropani o'zida chiqmagan kitoblarga bular o'sha uchun bular juda ham qiziqib bu narsani chiqaryapti. Bir o'zbek sifatida men xursand bo'lyapmanki va g'ururlanyapmanki, o'zbek olimlari yozgan kitoblarni o'sha topoviy universitetlar o'qityapti. Shuna. Zo'r. Ustoz, haqiqatan bu aytib o'tayotgan jarayonlarga tezroq albatta transformatsion jarayonlarga o'tish kerak. Mana bu bizning saytimiz. Talabalar uchun qilingan saytimiz. Mana ko'rib turganinglardek 30 ta fanimiz bor. Har bittasidan silabusi bor, tekst leksiyasi bor. Lekin mana qolganlarini qilamiz, hali oxirigacha yetkazganimiz yo'q. Hozir ketyapti jarayon, har bitta domla shu bilan shug'ullanyapti. Mana aytaylik, kiberhuquq deyilib bizning asosiy predmet o'zi mana ikkinchi bo'lib turibdi, o'tib ketdingiz. Kiberhuquq bosing. Mana shu kiberhuquq darsligi bor. Dars beramiz. Mana shu bo'yicha biz to'liq ma'lumotlarni o'zimizning studentlarga beramiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda 3 ta tilda, ingliz tili, o'zbek tili va rus tilida yozilgan. Biz dars boshlaganda har doim biz 3 ta narsaga ahamiyat beramiz. Darsimizni bitirayotganda studentimiz hali boshida aytib o'tganimdek, bu kritik mishleniyni, tanqidiy fikrlash, akademik yozuv va oral speaking deydi. Bu omma oldida o'zini gapira bilish qobiliyatlarini ishlatish. Endi bizning darsimizda boshlanishda nima deb ko'rsatishimizki, biz unikalniy kafedra bo'lib hisoblaymiz. Biz o'sha eski hozirgi bizning dars berish tizimidan qochib, Yevropa, o'sha Amerikada beradigan bir dars tizimiga o'tganmiz. Bu nimadan farqlanadi bizning berishdan? Bu birinchi kurs studentlariga kirganda har doim nimadan boshlaymanki, aytamanki, bolalar deyman, sizlar deyman O'zbekiston Respublikasini eng qimmat nufuzli universitetiga kirdinglar. Garvard universitetiga, aytaylik Amerikani Garvardi bo'lsa, biz O'zbekistonni Garvard deb yuridik universitet. Endi buni universitet deb o'zingizlar qabul qilmanglar dedim. Buni o'zingizlar miyanglarda eng qimmat restoranga keldi deb hisob qilinglar. Kirganinglardan keyin men domla bo'lib turib, o'sha o'qituvchi bo'lib turib, sizlarga har xil manbalardan o'rganib turib, sizlarga bitta chiroyli qilib ovqat tayyorlab oldinglar qo'yibman. Endi bu ovqatni yemaslik bu men o'ylashimcha bizani o'sha madaniyatdan kelib chiqyapti-da. Nimaiki, buni hozir meni administratsiyam universitet talabi bo'yicha ma'naviyat, ma'rifat, boshqa o'sha narsalarni men endi tayyorlab bergan ovqatni majburlab unga yedirishim kerak ekan. U yemas ekanda, u qochar ekan darsdan, o'zimizda o'zi ishlamas ekan, men uni bahosini qo'yib berishim kerak ekan, men uni oxirigacha o'sha o'qitishim kerak ekan. Butun yoz odamlar o'zi dam olmasdan intensiv o'qish derkan, boshqa derkan. Atsleniya qilish kerak. O'qiysiz kelmayaptimi? O'zi yegiz kelmayaptimi? Tayyorlab bergan ovqatni bu uchun otasi to'lab qo'ygan, onasi to'lab qo'ygan bu pulni. O'shalar kelib so'rasan, nimaiki to'langan pul. Jamiyat kelib so'rasan, qarindosh urug'lari, atrofidagilar nimaiki bu ularga tayinlanayotgan mutaxassis bo'lsa,
man professor bo'lib, man o'zim ishimni qilish o'rniga, o'sha ovqat tayyorlash o'rniga, man bularni og'ziga tiqish bilan o'rib bo'lyapman-da, ketdan quvlab, yeysanmi, yemaysanmi deb vaqtimni o'tkazib, hamma butun kafedrama a'zolari bu narsaga vaqtini o'tkazib, o'sha bahosini olish kerak ekan deb aytishlarni qilib borishgan. Mana Amerikada, Yevropalarda arablar shu 8 yil o'qiydi. Mana men o'qigan Edinburgh universitetida o'qiganimda, men bilan 3-kursda bitta arab o'qirdi. 3-kursga yetib olgungacha 8 yil vaqt kerak bo'lgan. To'layveradi bilan o'qiyveradi. Nima? Universitetga hech qanaqa muammosi yo'q. Bilan to'laydi o'qiydi. Ekzamen topshirsa topshirdi, masam o'tmadi. deb mana shunaqa qilib yuraveradi. Endi bizda bunaqa narsa qilish qiyin-ku, lekin o'sha bolaga oldiga qo'yilgan ovqatni yeyish masalasini ota-onasi tushuntirish kerak. Elementar, men boshqacha qilib aytamanki, bolalar deyman, mana sizlar 4 yil o'qiysanlar deyshda, otang $10,000 oshib to'lab, mana shu yerda endi men rasxodlarni sanamayman, men faqat o'qishini narxini aytaman, 4 yilda to'laydiganda chiqib ketdi-da, sen 4 yildan keyin diplomini olsan, o'sha paytda adayni olib borib qamab qo'yapti deydi ona. Sen nima qilasan? Borib advokat yollaysan. Ha? Otang $10,000 agar seni o'sha o'qishingga ishlatmasdan o'zi kistasiga solib qo'yib saqlab yurganda, hozir o'sha advokatga shundoq ham to'laydi. Hozir seni o'qishingga ham to'lash kerak bo'ladi, ham advokatga ham to'lash kerak bo'ladi-da. Nima u mazmun mohiyati, bunaqa seni bu yerda yurib ketganing, 4 yildan vaqtingni o'tkazganing, otangni, jamiyatni, o'zingni vaqtingni o'tkazganing degan masala qo'yaman. O'sha uchun oldingga qo'ygan o'sha men qo'ygan ovqatni yeyishga o'rganlaring. Agar o'shani yesang, yaxshi mutaxassis bo'lasan, ertaga hayotda joyingni topib ketasan, bola chaqangni boqa olasan, bir yaxshi lavozimlarda ishlay olasan. Lekin deyman, agar o'rningdan turib buni yeb bo'lganingdan keyin o'rningdan turasan, mana oldingi kafedraga kelasan deb ustoz deysan, o'sha ovqat pishirishni menga o'rgating deysan. Agar o'shanaqa narsa bilan kelib, o'sha narsani o'rgansang, ovqat pishirishni, unaqada sen vazir bo'lasan, zam premier bo'lasan, prezident bo'lasan. Deyman. Ungacha o'sha standartni agar yesa, shunda yaxshi mutaxassis bo'ladi. Yemasa, o'shani ham 4 yil vaqtini qanaqa qilib o'tkazganini bilmasa, u endi jamiyatni, ota-onasini va endi bizning universitetimizni muammosi deb ularni o'shani o'tkazib bahosini qo'yib, shuni majburiy o'qitishimiz bizning bir katta yutug'imiz deb hisoblaymiz. Shularni o'qitib yaxshi mutaxassis qilib chiqarib bersangiz. Endi o'zimizni kafedraga qaytadigan bo'lsa, o'zi dars berish jarayonida mana shunaqa qilib boshlab olganimizdaki, biz studentlarga to'liq ma'lumot beramiz. Unaqa kelib mendan so'rab, "Ani qayerda edi, mana qanaqa edi" deb savollar bermaslik kerak-da. Studentni oldida to'liq so'ragan ma'lumoti oldida bo'lish kerak. O'sha uchun meni ko'rib turganinglarda, birinchi bo'lib fan bo'yicha beriladigan savollar va ularga javoblarni tayyorlab qo'ygan. Fan nechta predmeti bor, qanaqa baholanadi, nima bo'yicha baholanadi, nima yozish kerak, qanaqa qilish kerak, domla bilan qanaqa muloqot bo'ladi degan shunaqa savollar qo'yilib, o'sha savollarga javobini yozib qo'yganmiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bizning darslarni jarayoni sal boshqacha. Universitetda dars berish jarayonidan boshqacha. Biz birinchi darsdan boshlab turib studentlarga problem topics beramiz. Bu degani bizda o'qish jarayoni 3 taga bo'lingan. Birinchisi bu essay yozish kerak, maqola yozish kerak. Ikkinchisi bu o'sha yozgan maqolasini prezentatsiya qilish kerak. Va uchinchisi ekzamen. Va to'rtinchisi hozir endi universitet tomonidan bu majburiy ekan, darsga qatnashishning 5% bor. Shu bilan mana bizda 25% essayga, 20% prezentatsiyaga, 50% ekzamen, 5% darsga qatnashishi sanab beradi. Endi mana shu essay masalasi kelganda biz saytimizda qilib qo'yganmiz. Biz har bitta predmet bo'yicha mana shu lektor darsga kirishdan oldin, ayting meni klassda 60 ta yo 70 ta bola bor. 100 ta savol bilan 100 ta problemni topik deydi. Essay yozdiradigan kiradi. O'tgan yil aytaylik, biz kiber xavfsizlik to'g'risida qonunni oldida hamma moddalarni bo'lib chiqdim, tagiga 5 ta savol yozdim. Bu modda kerakmi? Bu moddani qanday o'zgartirish kerakmi? Bu moddani yaxshilash uchun nima ishlar qilish kerak? Yo'q, bu modda vobshe kerak emasmi degan savollar qo'ydi-da. Va o'sha qo'yilgan birinchi o'sha problem topic deydi, muammoli mavzu bo'yicha
maqola yozish kerak. Katta emas maqola, 2,5 ming so'z biz belgilab qo'yganmiz va uni yozishidan oldin mana metodologiyasini berganmiz. To'liq metodologiyani. Bu qanaqa qilib maqola yozish kerak, kirish qanaqa yoziladi, metodi qanaqa yoziladi, rezultat qanaqa yoziladi, discussion qanaqa qilib yoziladi, xulosasi qanaqa qilib yoziladi, bibliografiyasini qanaqa qilib tayyorlash kerak, to'liq ma'lumot qilib tayyorlab qo'yganmiz. Student ertaga o'shani kirgandan keyin unga mana bitta maqolani olib bo'lib tashab, uni namuna sifatida har bitta qanaqa metod ishlatiladi, qayerda ishlatiladi, rezultat bo'ladigan bo'lsa nima masalalarni ko'rib chiqish kerak, qaysiga ahamiyat berish kerak, uni qanaqa qilib analiz qilish kerak, uni qanaqa qilib yozgan analizni ko'rsatib berish kerak degan to'liq biza namuna qilib ko'rsatib qo'yganmiz. Ikkinchisi buni qilib bo'lgandan keyin ikkinchi части bor, bu prezentatsiya qilish. Prezentatsiya qilish ham to'liq ma'lumotini, metodologiyasini berganmiz. Qanaqa qilib slaydlar qilinadi, qanaqa qilib o'sha slaydlarga tekst yoziladi, qanaqa qilib sakrashat qilib asosiy mazmun mohiyatini chiqarish kerak tekstidan, uni yozib bo'lgandan keyin chizib bo'lgan qanaqa rasmlar qo'yish kerak, чтобы buni vizual shu narsani boshqalarga taqdim etish uchun va gapirish masalasi. Nuqta, odamlar oldida hayajon bo'lmasligi va shunga o'xshagan narsalar. Ikkinchi qiladigan ish o'zi buni o'sha maqolani yozishdan va uni prezentatsiya qilishdan tashqari bizning predmetda, aytaylik kiberhuquq predmetida 10 ta mavzuimiz bor. U 10 ta mavzuni har bitta mavzu 2 ga bo'linadi. Bilasiz, bizda bitta akademik soat deganda 50 minutdan bo'lyapti. Bitta para deganda, o'sha bitta dars deganda bu 2 ta 50 minutdan dars bo'lyapti. O'sha uchun biza fuqarolik kiberhuquq darsligini ingliz tilida yozib, hozir maqtam qo'ysa o'zi bo'ladi. Thomson degan dunyoda 10 ta eng yirik izdательский domlar bor. O'sha izdательский dom bizani kiberhuquq darsligimizni qabul qildi. O'sha yangi yozilgan bu narsani hozir publikatsiya masalasi ketyapti. Hozir korrektirovka deydi, editing deydi, o'sha narsa jarayoni ketyapti ularga. Men o'ylashimcha keyingi yil ham badaj bu yil ham chiqib qolishi mumkin kitob o'zi. Kiberhuquq kitobi. Bularni yozish bo'yicha bu faqat biz o'zimizda dars bermaydi. Bular dunyo bo'yicha yuridik shkolalarga bizani bu kitobni tarqatadi, rekomendatsiya qiladi dars berish bo'yicha. Endi o'zimizning kafedraga o'tadigan bo'lsa o'zi, endi har bitta o'sha topikiga biz 10 ta mavzu bo'ladigan bo'lsa, 10 ta mavzusiga 20 ta savol o'zi bor. 20 ta case o'zi bor. Unaqa bizanikilar beradigan bir abzasli caselar emas. Har bitta case bu case ichida prokuror ham, advokat ham, boshqasini ham hammasini o'sha to'liq bitta case bir 5 varro, 6 varro narsa. Har bitta tomonda qaysi qonunlar ishlatilgan, boshqasi nima muammo bo'lgan, yu muammoni yechish uchun 5 ta savol qo'yamiz. U 5 ta savol unaqa qaysi moddani qaysini ishlatish kerak emas. Bu yerda ko'proq ijodkorlikni ishlatib turib, miyasini, intellektini ishlatib turib, savolga javob berish kerak. Aytaylik, qaysidir bir prinsip ishlatsa bo'ladimi, yo'qmi degan savol qo'yamiz. U prinsipni ishlatsa agar qanaqa oqibat kelib chiqadi yoki sizni o'zingiz taklifingiz boshqa prinsipni ishlatsa bo'ladimi, opozitsion yo boshqa degan bolalarga keysni ishlab berganmiz. Endi bu yerda mazmun mohiyati nimadaki bu keyslarni boshidan berish o'zi va topiklarni bizani kafedradagi o'qish jarayoni farqlanadi. Darsda lektor leksiyasini o'qib bo'lgandan keyin seminarist kelganda u bolalarni ekzamen qilmaydi, o'qidimi, o'qimadimi deb. Uni ota-onasi so'rayapsin, o'qidimi, o'qimadimi deb pulim to'lagandan keyin. Mani kafedrama bolalari seminarga kirganda studentlar bilan ekzamen qiladi. Domla o'zini o'tgan oyligini mana shu bilan atrobatut qiladi. Nimagaki student oldiga qo'yilgan mana leksiya eshitdi. Birinchi leksiya eshitdi. Keyin qo'liga problem topik oldi. Undan tashqari ekzaminatsion savollari bor. Bunga tayyorlanish kerak semestr bo'yicha. O'sha seminarga kelganda u domladan o'sha tushunmagan joylarini o'zi bor, mustaqil ishlagandan keyin, o'rgangandan keyin tushunmagan savollar bor, yozib oladi-da.
esseni qanaqa qilib yozish kerak, prezentatsiyani qanaqadir bir nyuanslari bor, tushunmagan joylari bordi yoki ekzaminatsionni o'sha kelib chiqayotgan savolda qanaqa qilib yozish kerak, nimani yozish kerak deb savollar beradi-da. Dars bo'yicha o'sha bo'yicha mani domlam tayyorgarchilik qilib kelish kerak edi, o'shanga tayyor bo'lish kerak. U kelib bittasini yozgan kitobini ko'tarib kelib oldiga qo'yib savol berib uni chiqib ketish emas. O'sha uchun bizning kafedraga hamma ham kelavermaydi. U nimaki hammasi xudoga shukr o'sha Pennini, Nagoyaga o'xshagan Angliyadagi o'sha 4 ta nufuzli universitetdan bitirib kelgan bolalar bizda ishlayapti. O'sha tizimni ko'rgan, o'sha tizimdan o'rganib bizga kelib, o'sha tizimni faqat men emas, mana shu bolalar orqali tatbiq etyapmiz. Kiber huquqi rakursdan qaraganda darsda o'qituvchi talabani emas, talaba o'qituvchini savol-javob qiladi. To'g'ri. Barakat toping. Endi men o'zimizni dars berish jarayoniga tushsa o'zi, biza mana kafedra tomonidan aytaylik, birinchidan domla bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin, kecha qolishi mumkin yoki boshqa bir qanaqadir Sog'lig'i bo'lmasligi mumkin. sog'lig'i bo'lmaydi. O'sha uchun biza videorolik tayyorlab qo'ydim. Mana ko'rsangiz bo'ladiki, birinchidan o'zimning dovushim bilan gapiryapti. O'zimning dovushim. Ikkinchidan ko'rib turganingizdek, chap tomonida slayd. To'liq o'sha men gapirayotgan gapni qisqa qilib turib slayd qilingan. O'ng tomonda tepasida ko'rib turganingizdek, bu men gapirayotgan gaplarimni sun'iy intellekt kino qilib ko'rsatib beryapti. Vizualizatsiya ketyapti. Kino qilib, men parlamentsam parlamentni ko'rsatib, o'g'irlik o'tsam o'g'irlikni ko'rsatyapti. Sudsam sudni ko'rsatyapti. Ko'rib turganinglar dedi. Bir-biriga bog'liq konvensiyasam konvensiyani ko'rsatib, internetim internet deb o'sha narsaga bog'lab turib kino qilib ko'rib beryapti. Tegida ko'rib turganingizdek, men o'zim leksiya o'qiyapman, o'zimning dovushim bilan, o'zimning avatarim bilan ko'rsatyapti. Bundan tashqari orqasida tam muzika ham bor. Stand up and fight degan mashina ichidan ko'taradigan muzikalar bo'ladi. Muzikani ham bir katta bir o'ziga yarasha xususiyatlari bor-da. To'g'ri ishlatsa, o'sha 45 ming bari student eshish kerak edi, gapirayotgan gapida. Uni orasida uxlab qolishi mumkin, qiziqmasligi mumkin, lekin buni tempini ushlab turadi muzika hamda, ya'ni uxlatmaydi. Adrenalinga o'xshab turib o'ynatib turaveradi, o'sha narsani eshitishga. Endi bizning leksiyalar o'zi ko'z tegmasin deb yaxshi yozilgan. Agar Indiya qabul qildi, boshqasi qabul qildi, bular narsasi hozir biz induslarga dars beryapmiz, o'zimizning kiber huquq bo'yicha ingliz tilida. Lekin mana shu narsani biz tatbiq etdik. Hammasi bo'yicha, mana shu kiber huquq bo'yicha olib ko'radigan bo'lsa o'zi 20 ta leksiya rus tilida, 20 ta leksiya ingliz tilida, 20 ta leksiya o'zbek tilida, 20 ta leksiya rus tilida video leksiyalar qilingan, qo'yilgan. Biz beryapmizki, birinchisi tekst matnini beryapmiz, leksiya matnini beryapmiz. Mana leksiya matni chiqyapti. Men o'qib bergan narsani to'liq yozma ravishda beryapti. Endi ikkinchisini beryapmizki, aytaylik, men o'zim darsga keldim deylik. Vaqtida keldim. U uchun mana taqdimot bor. Bu o'sha slaydlarni chiqarib, o'zim o'sha kurs leksiyani o'qib turib, slaydlarni aylantirsam bo'ladi. Uchinchisi mana bu savollar. Endi darsni o'tganingizdan keyin albatta student o'ziga o'zi savol berish kerak. 10 ta savoli bor. Shu savolga agar javob topa olmasa, qaytadan o'qish kerak-da u narsani. 10 ta savoli bor. Undan tashqari mana biz kazus beryapmiz. Kazusda mana ko'rsangiz, katta qilib to'liq ma'lumotlar bergan. Kim nima degan, kim qayerga borgan, qaysi konvensiya ishlatgan, qanaqa huquqbuzarlik bo'lgan, lekin bu narsani qanaqa topsa bo'ladi. Undan tashqari mana biz mavzular beryapmiz. Problemni topiklar beryapmiz o'sha yozish bo'yicha. Va uchinchisi, oxirgisi bu manbalar. To'liq manbalar, mazkur topik bo'yicha. Boshida berganimizda to'liq manbalarni butun kurs bo'yicha o'qiladigan manbalar, asosiy konvensiyalar, asosiy qonunlar, O'zbekiston Respublikalari. Keyin biz har bitta yarim ma'ruza bor. To есть bu to'liq emas. Mana birinchi elementga uni o'zining manbasi bor. Keyingi elementga o'zining manbasi bor. Mana biz bitta leksiyani ikkiga bo'lib turib, har bittasiga shunaqa bir ish qilganmiz. Endi bundan tashqari buni yopsangiz bo'ladi. Tepada hozir endi ko'rsatsa bo'ladiki, biz bu narsa mana bitta qilib qilsangiz 20 ta
leksiyasi, video leksiyasi bor. Bu mana aytaylik, o'sha bugungi kundagi inklyuziv ta'lim uchun bu. Bundan tashqari darsga kelmay qolgan bo'lishi mumkin student. A, a, eshitmagan bo'lishi mumkin ma'ruzani yoki Qayta tinglagisi kelayotganda mana unikalniy. hamma narsasi qilyapti. Shu narsalarni biz yetkazib qo'yganmiz. Endi problem topics deganda o'sha bugungi kunda mana har bitta student bittadan muammoli har bitta predmet bo'yicha bizada. Bu faqatgina kiber huquqda emas. Mana legal techdan dars beramiz. Boshqa e-government bor, e-governance degani bor, dars beramiz. Keyin kiber jinoyatlar bo'yicha bor, kiber xavfsizlik bo'yicha, inson huquqlari bo'yicha, intellektual mulk bo'yicha hammasidan esse yozadi. Hammasidan maqola yozish kerak. O'sha uchun mana o'tgan yilning o'zida biz 7000 dan oshiq maqola terib oldik bolalardan. Zo'r. Har bitta maqolani oxirida metodologiyadan bergandan tashqari har bitta maqolani oxirida bular bizatni bitta tablitsa to'ldiradi. Tablitsani ichida nima muammo ko'rdi? Ikkinchisida nima muammoga taklif berdi takomillashtirish bo'yicha. Uchinchisi bu bergan takliflarini qayerda ishlatsa bo'ladi. To'rtinchi savol bu berilgan takliflarni rezultati tatbiq etgandan keyin rezultati qanaqa bo'lishini Prognoz qilish mumkin. O'sha narsani biza ko'rsatib berganmiz. Shu narsani yozgan, endi o'tgan yilda 7000 dan oshig'idan bir 3000 yaqini yaxshi bir maqolalar keldi. Bu narsani taxlab, mana endi nima bo'lyaptiki, даже o'sha bitta nima deydi, moddani o'zgartirish bo'yicha o'sha kiber xavfsizlik bo'yicha moddasini ham kerak emasini analiz qilishi 2500 so'zda analiz qilib bergan, to'liq. Unaqani to'rvari, uni desa kommentariy qilib qabul qilsa o'zi ham bo'ladi. Ertaga agar o'sha qonunni bilan yozganini olib qaraydigan bo'lsa, endi kommentariy o'rinda yozmagan-ku, ular ko'proq muammo masalasini ko'tarib muammoga yechim qidirishga harakat qilgan. Lekin mana shu aytaylik, agar universitetimiz har bitta o'zining predmetidan shunaqa yozdiradigan bo'lsa, ertaga biz O'zbekiston Respublikasini aytaylik, mana bizda nechta predmet o'zi bordi, nechta predmet, nechta studentda biz o'sha bilan chiqib ketayotganida O'zbekiston Respublikasining juda ko'p muammolarini yechishga qaratilgan doktorskiylar ham, kandidatskiylar ham kerak emas bo'lib qoladi. Bu hamma tomonli ahvat bo'lib, muammoni yechishga qaratib, biz ham davlatimizga, prezidentimizga yordam berishga, hozir mana shu strategiyalarni realizatsiya qilishga bu juda katta hissa qo'shgan bo'lamiz deb o'ylayman. Problem topicslarni yozib, mana shu ekzaminatsion savollarni oldiga berib, bular o'sha domla bilan ishlab boshqa qilib, biz 3 ta narsaga hali boshida aytganimdek yetamiz. O'shani esseni yozgandan keyin o'sha tanqidiy fikr paydo bo'ladi. Bir narsani aytaylik, mana bir yilda student eng kamida 10 ta predmet o'qiydi. Spes bo'yicha. Endi men aytman fizkulturalarni boshqasini. 8 ta predmet o'qisin deylik, yurisprudensiya bo'yicha. Umumiy predmetlar bor. Endi kerak ular, til, boshqa fizkultura tam bor. Дополнительно historiya, nima deydi? Ular kerak. Lekin qolgan bo'yicha mana konstitutsiya huquqi bor, fuqarolik huquqi bor, jinoyat huquqi bor, jinoyat jarayoni, mana shunaqa ko'p. Agar har bittasidan studentlar esse yozsa, bittadan muammosini olib turib, uni anaqasini yechimini topib turib qoldirib ketadigan bo'lsa, bu birinchidan tanqidiy fikr bo'ladi. Erta ishga borganda bergan narsasini shunaqa ekan deb yevormaydi-da, o'sha narsani birinchi analiz qilishni o'rganadi. Ikkinchisi qiladigan narsa o'zi bu biz yozishga o'rgatyapmiz. Yozishni bilmaydi, studentlar o'zi chiqib ketyapti. Mana magistraturaga kirgan student yarim bet narsani yoza olmaydi qo'li bilan. Kompyuterda knopkaga bosishga o'rganib qolishganda, baraka topishsin, tizim shunaqa-da. Qo'ldan yozishlarni yo'q qilib, kritik mышление yo'q, yozma narsa yo'q. Darsda yodlab olgan narsasini nechta modda borligini yodlab kelib, o'sha moddani o'tkazyapti. Domlalarga ham tushuntirib bera olmayman, studentlar moddalarni o'rganish bu kerak yo'q narsa bo'lib qoldi. Hozir Googledan so'rasachi moddanichi domlangdan tez topib beradi. Sekundda topib beradi. Qaysini qayerga ishlash kerak? Hozir mana legal techlar chiqib ketgan,
Isklarni yozdirib mana hozir olib kiryapmiz o'zbek anaqaga o'zimiz universitetga olib kiramiz sponsor sifatida olib kelyapmiz. Hamma narsa 5 minut ichida hal bo'layotgan narsalar. Oldingi agar oylab yozish kerak bo'lgan isklari bo'ladigan bo'lsa, hozir 5 minut ichida yozib beryapti. Daniylarini kirg'izish kerak. Logotekda o'sha programma produktiga 6 sekund O'zbekistonning qonunchiligini ishlatib turib, faqat endi odam o'tirib tekshirib olish kerak, o'sha narsa berayotgan to'g'ri keladimi, yo'qmi, balki bo'ladiki boshqa keys bo'lgan bo'lishi mumkin yoki boshqa bir deb o'ziga to'g'rilab olish kerak. Asosiy yozib beradigan narsasini sekundda yozib beryapti. U degan 90% to'g'ri bo'lyapti, deb qilayotgan ishlar. O'sha narsalarni biz studentlarga o'rgatishga harakat qilyapmiz. O'ylashimcha yetamiz va oxirgisi bu mana shu do'dir-so'dir qilmasdan hammani oldida gapirish qobiliyati bo'lishi kerak. Yuristni boqadigan narsasi bu til bilan ruchka. Bu narsani biz universitetda biz dars beryapmiz deb chiqaryapmiz, lekin u yodlab konstitutsiyani yodlab chiqib ketgani yaxshidir, fuqarolik huquqini anaqasini o'rganayotgani yaxshidir, lekin u hozir moddani emas o'rganish kerak. U prinsiplarni o'rganish kerak va uni ijro etish prinsiplarini mexanizmlarini tushunib olish kerak. Shunaqa kafedrani mashina qilib hamma predmetlar bo'yicha hozir harakatda biz hozir ikkitasiniki tayyor bo'ldi, to'liq videolari bilan, tekst matnlari bilan va o'sha manbalar bilan hammasi bilan, savol-javoblar bilan qolgan 28 tasini silabuslari bor. Ma'ruza matnlari bor, lekin videolari va boshqa anaqalari hozir yangi mana komanda yig'ib, bolalarni o'shalar bilan shularni rivojlantiryapmiz. Men o'ylaymanki, shu yil oxirigacha biz kafedrani platformasini yuqori darajaga qilamiz. Tam bir tomoni hozir industriya bilan gaplashdi, bizani platforma bo'yicha primitivniy platforma deb, buni hozir sun'iy intellekt o'tkazib beradigan bo'lishyapti, yordam berib. Bu degani sun'iy intellekt ertaga bizani platforma обратная связь deydi. Qayta aloqasi bo'ladi va feedbackdan tashqari student bilan sun'iy intellektni o'zi muloqot qiladi. Agar o'sha berilgan 1000 ta savol-javob bordi, o'sha 1000 ta savol-javob o'sha sun'iy intellektni bazasiga kiradi. Agar uni ichida yo'q bo'ladigan javoblar bo'ladigan bo'lsa, uni o'sha bizdan teyda o'zimizdan hozirgi ishlayotganda ham bor, kirsa bo'ladi, savol tashab ketsangiz bo'ladi. Albatta bir kunning ichida o'sha narsaga 2 soat, 3 soat ichida bizdan dejurnimiz bor, o'shanga javob yozib yuboradi. Mana studentga ham yoki chet ellik ko'p savol beryapti, boshqa beryapti. Biz hammasiga o'sha savolni javob berib jo'natib yuboramiz. Ustoz, ko'rsatuvimiz yana bir turkuni bor. Ya'ni ko'rsatuvning avvalgi mehmoni ko'rsatuvning keyingi mehmoniga savol qoldiradi. Bizni ayni huquqshunos kundaligi ko'rsatuvimizning sizdan oldingi sonida Yuridik universitetining birinchi prorektori Ahror Hoshimxonov mehmon bo'ldilar va keyingi mehmon, ya'ni sizga shunday savol qoldirdilar. Aytingchi, keyingi mehmon, qonunda barcha huquqiy tamoyillar ham ifodalanadimi? Va savolni yana davomi sifatida aytdilarki, huquq bilan qonun bitta narsami yoki alohida-alohidami? Agar alohida bo'lsa, uni farqi nimada deb savol berdilar. Katta farqi bor qonun bilan huquq o'rtasida. Qonun bu belgilab o'tilgan bir munosabatlar, uni dan tashqari chiqib bo'lmaydi. Agar qat'iylab qo'yilgan bo'lsa va qaysi bir munosabati bir tartibga solib qo'yilgan yozma ravishdagi bir tartib. Huquq deganda bu huquq nafaqat bu bitta tartib, balki bu tartibga manbalari, balki bu tartibga boshqa bir yondashuvlari, alternativlari yoki boshqa davlatlardagi bir experience deydi, tajribalarini o'rganish, balki mana shu qonunni yetmagan joylarini to'ldirish jarayonlari ketadi huquq orqali. Qonun tartibga solmagan joyini yoki qonunda bir ziddiyatlar bo'lib qoladigan bo'lsa, bo'shliqlar bo'lib qoladigan bo'lsa, deb shuni tartibga soluvchi bir manba hisoblanadi huquq. Xuddi shunaqa asosiy bir huquq bilan qonunni bu farq deya olmayman. Bular bir-birini nimaiki qonun bu huquqi bir manbasi hisoblanadi. O'sha uchun ertaga biz huquqni agar o'zimizning masalani yechimini topa olmasak, o'zi biz
qonunda topolmagan narsa o'zini huquqda topamiz. Anaqachi qonun barcha huquqiy tamoyillarni o'zida ifodalay oladimi? Qonun yo'q. Qonunni endi bitta narsasini aytib o'tishim kerak. Qonun deganda bu teoriya bor. Teoriya неполноты kontraktов deydi. Bitta ham kontraktni to'liq yozib bo'lmaydi deyishadi. Lekin maksimalni yozishga harakat qilish kerak deydiki, ertaga ziddiyatlarni va bo'shliqlarni oldini olish uchun. Bu degani qonunga ham bu narsa alternativni ishlatiladi. Bu degani qonunning ichida siz anaqa to'liq hamma munosabatni ko'rib o'ta olmaysiz. Belgilab o'ta olmaysiz. Lekin maksimal ravishda shu qonunni yozishga harakat qilish kerakki, ertaga o'sha mutaxassislar ishlatayotganda biz u oddiy xalq uchun yozilmaydi u qonun. Katta kodekslar boshqasi. Bunga kerak emas. Kerakli paytda ishlatish boshlaydi. Lekin o'sha paytda ham o'zi ishlatmaydi. Uni sizga o'xshagan, menga o'xshagan, biza tayyorlagan mutaxassislar ishlatadi. Ular uchun bo'shliqlar, ziddiyatlar yoki отсылочный normalar, yoki deklarativniy normalar juda hamma bizning qonunlar shunaqa. Qonunlarni to'liq yozish kerak, maksimal to'liq yozish kerak. Bu ertaga bu ko'chada o'tayotgan o'qimaydi u narsani. Bu narsani ertaga sizga o'xshagan, menga o'xshagan advokatlar o'zi ishlatayotganda hamma o'sha bo'shliqlarga javobini topish kerak o'sha yerda. Maksimal ravishda-da. O'shanda o'sha qonun mukammal va davlatimizning muammolarini yechishga qaratilgan to'g'ri qonun bo'ladi. Deklarativ qonun emas, kerak ekan deb shuni qabul qilib qo'yishda emas, 30 ta moddadan yoki 25 ta moddadan iborat bo'lganda, ichida hech narsasi yo'q, faqat отсылочный normalar. O'sha uchun men o'ylashimcha, hozir shunaqa zamon keldiki, texnologiyalar ham o'zgarib ketyapti, boshqasi ham. Bizda shunaqa shans turibdiki, xalqimizning oldida, bizning yuristlarimizning oldida, mashhur domlalarning oldida qonun ijodkorlik jarayonida bizning mutaxassislar o'tirganida qonunlarni sun'iy intellekt bilan bo'lsa ham to'ldirib, yozib, unga argumentatsiyalarni keltirib, sun'iy intellektni bergan narsasini tekshirib, uni tez tatbiq etishga bizning hozir to'liq qobiliyatimiz bor-da. To'liq qobiliyat va imkoniyatlarimiz bor. Shu narsani biz ishlatsak o'zi ertaga O'zbekiston Respublikasi O'rta Osiyoda nomer 1 bo'ladi. Hozirgi prezidentimiz olib borayotgan siyosatlari bu juda katta O'rta Osiyoda reformalar ketyapti va nafaqat bu O'zbekiston uchun, bu balki mana shu atrofimizda SNG davlatlaridagi namuna bo'lib ko'rinamiz. Bu namuna deganda ham bu men aytmoqchi bo'lgan, hozir bugungi kunda oldinga o'xshab qisib qo'yishlar yoki bir joyga chiqib kelmoqchi bo'lsa, 10 tadan odamdan so'rashlar, unaqa narsalar yo'q. Prezidentimiz aytdilar, o'qimoqchimisan, bor chet elga borib o'qib kelgan, возможность beryaptilar. Domlalik qilmoqchimisan, oilingni ham zo'r qilib ko'tarib qo'ydilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana 10-30 deganlari bor, 30% kandidatlik, 60% doktorskiylar uchun. Deb juda ham ko'p bir imkoniyatli domlalar uchun, tizim uchun, ta'lim tizimi uchun, ilm tizimi uchun juda ko'p innovatsiyalar qilib yo'llar ochib berdilar. Inson kapitalini rivojlantirib, shu narsani bizani domlalarimiz, bizani studentlarimiz, bizani atrofdagilar shu narsadan to'g'ri foydalanib rivojlansa, men o'ylaymanki, O'zbekiston Respublikasi kelajagi 10 yil ichida porloq. Nimaiki hamma narsa to'g'ri ketyapti. Men o'ylashimcha, biz o'sha prezidentimizni berayotgan initsiativalarni qo'llab-quvvatlab tayyor bo'lib tursa o'zi, mana aytayotdilarki, bitta sektorni rivojlantirish kerak. O'sha paytga bizdan o'sha qonunchilik tayyor bo'lishi kerak. O'sha kodekslar tayyor bo'lishi kerak deb so'raganlar. Mana tayyorlab qo'yganmiz. Prezident mana siz o'sha 2017-yilda boshlagan strategiyalaringizda belgilangan, yo'l xaritalarida belgilangan, ko'rsatib bergan qonunlaringiz, kodekslaringiz tayyor deb biz tayyorlab berishimiz kerak. Men o'ylaymanki, shu narsani bizani mana shu ilm fandagi domlalarni, aspirantlarni, doktorantlarni va studentlarni o'zida ham oladigan majburiyat biz xalqimiz oldida olayotgan stipendiya, olayotgan oylik o'zi shu bilan halollanadi deb o'ylayman. Ustoz, xuddi shuningdek, siz ham ko'rsatuvimizning keyingi mehmoniga savol qoldirsangiz. Keyingi savol, keyingi mehmon. Men keyingi bilmadim kim bo'ladi-ku. Men o'ylaymanki, administratsiyadanmi yoki mana shu qayerda bir jarayonda ishlayotgan bir inson bo'lsa kerak. Men aytamanki, ertaga
100 ga to'lganingizda o'lgandan keyin 100 yoshga to'larsiz, mana shu yuridik universiteti sizni nomingizni chiqarib, nima deb sizni ko'tarib olib chiqib, sizni nishonlash kerak 100 yoshingizni, yoki 200 yoshingizni, 150 yoshingizni. O'zingizdan keyin bu universitetga nima qoldirib ketyapsiz? Nima bilan sizni universitet sizni nomingizni ko'tarib, ertaga faxrlanib o'zini binolarini nomiga qo'ya oladigan nima ish qilib ketdingiz degan savolim bor. Tushunarli. Ustoz, ko'rsatuvimizdagi ishtirok uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Efirimiz nihoyalanib bormoqda. Bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz, xususan universitet talabalari uchun o'zingizni bildiradigan tilak va tavsiyalaringiz bo'lsa, marhamat. Men endi bitta narsani bilay qilardimki, shu bizani studentlar Yevropani studentlariga o'xshab madaniyatiga o'zini ustida ishlash. O'qishga kirganligi ota-onasi uchun emas, yoki prokuror bo'lishi uchun emas, yoki sudya bo'lishi uchun emas, o'zini ichki hayotini, o'zini ichki ongini rivojlantirishga, ertaga universitetni bitirib miyada talaba bo'yicha o'sha abituriyent bo'yicha chiqib ketadimi, yoki 4 yil ichida bitirgandan keyin bu yerda mutaxassis bo'lib, o'sha любой ishga tayyorman deb chiqib ketishga tayyor bo'ladimi o'sha student? Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana shu 4 yil bekor vaqtini o'tkazmasdan maqolalar yozib, chet elga chiqib, ertaga bolalariga katta bo'lganda, institutga kirganda yoki maktabda o'qiyotganda, "O'g'lim, o'qigan, men san paytingda mana maqolalar yozganman. Studentlik paytimda chet elga borib mutko'rtlarda ishtirok etganman, dissertatsiyalar yozganman" degan mana hammasi chiqqan deb buni ko'rsatib bera oladigan bo'lish kerak bolalariga. Nimaiki, hayotda biz ikkita narsa bilan yashashimiz kerak. Birinchisi bu odamni maqsadi bo'lish kerak. Maqsad bo'lmasa, bu kapalik bir kunlik yashaydi-ku. Xuddi shunaqa hayot bo'ladi, maqsad bo'lmasa. Ikkinchisi bu o'zing qilmagan narsani, o'zing qila olmagan, как управлять миром, если не можешь управлять собой deydi. Qanaqa qilib davlatni boshqara olasan, agar o'zing boshqara olmasang. Davlat degani bu nafaqat bu prezident bo'lish, balki o'sha oilasini, do'stlarini orasida, kafedrasida, boshqa o'sha yerda bir qanaqadir bir rivojlanishni yoki boshqarishni yo'lga qo'yishdan oldin o'zidan boshlash kerak odam. O'zi qilmagan narsani boshqaga borib da'vat qilish yoki biza degani juda yoqtirmaydigan bitta maqol bor. Domlani aytganini qil, qilganini qilma degan. Bu nima degani? Agar domla o'zini aytgan narsasiga o'zi rivoyat qilmasa, o'zini berayotgan Shaxsiy namuna yo'q-da. Shaxsiy namunasi bo'lmagandan keyin berayotgan tavsiyalarini u qanaqa domla bo'lishi mumkin-da? U nima degani? U nima anta xohlagan ishini qiladi, xotinboshilik qiladi, boshqa qiladi, iflos ishlar qiladi. Uni student ko'rib, bu domla ekan, unga mumkin ekan deyish kerak ekanmi? Bu juda ham noto'g'ri maqollar. Men o'ylashimcha, bunaqa maqollardan biz qaytishimiz kerak. Men o'ylashimcha, o'sha bizning maqol, o'sha domlalarning maqoli birinchi o'zingdan boshla. O'shanda sendan student o'rganib, seni ketingdan shu narsani qiladi. Olam o'zingdan boshlanadi. Olam o'zingdan boshlanadi, oila ham o'zingdan boshlanadi. O'zing qanaqa tartib solsang bolalaringga, o'zing qanaqa qattiq harakat qilsang, ertaga sen bolalaring sendan ko'rib o'sha narsani qiladi. O'qisang, sen ham u ham o'qiydi. Sportga qatnasang, bolang sport ham qiladi. Dars qilsang, u ham dars qiladi. Sen hech narsa qilmay kelib, har kuni yotib olib televizor oldida kechgacha gap yurib, savni og'ayni yurib, oddiy kunlar dachalarga chiqib ketib, gaplarga chiqib ketib, kechqurun kelgandan keyin qorin qo'yib, ovqat yeb, kechasi 1da 2da kelib, maishatdan kelib yotgandan keyin bolasi ham ertaga xuddi shu harakatni qiladi. Agar aytsa dars qilgansa, ota o'zingiz qo'yasiz deydi. To'g'risi, ichida aytadi, endi yuziga yeta olmaydi-ku. Men ham любой odamda ichida bari o'zi qilmagan narsani boshqasiga o'rgatsa yoqmaydi-da. Bolaga ham, kattaga ham yoqmaydi. O'sha uchun birinchi odam o'zidan boshlash kerak. Keyin men o'ylashimcha, uni da'vatini studentga qilish kerak. O'sha uchun men o'ylashimcha, bizning universitet bu birinchi narsada, anaqasida motosi bo'lish kerakki,
birinchi o'zing domla o'zini ustidan boshqarib mustaqil ishlashni o'rganish kerak o'zini ustidan. Undan keyin o'sha mustaqil ishlarini da'vatini studentga o'tkazish kerak. Ko'rsatuvdagi ishtirok va bildirib o'tilgan fikr hamda tavsiyalar uchun yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Siz aziz tomoshabinlarimiz bilan Huquqshunos kundaligi ko'rsatuvining navbatdagi sonlarida ko'rishguncha deya xayrlashib qolamiz. O'zingizni asrang.